Abdulla aka, sizni studiyamizda ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Sababki hozirgi avlodni oldingi avlodga nisbatan hurmati va albatta shularni qaysidir ma'noda nomi o'chmasligi uchun ham biz mas'ulmiz. Va san'at bugungi kunda yuki yengillashmasligi uchun ham sizni mendek odamlar yana bir karra o'sha yelkamizda shu yukni olgan odamlarmiz. Xuddi shu ma'noda Kamoliddin akani har bitta kuylagan qo'shig'i xalqdan hozir so'rasangiz ham shu narsani aytadi. Masalan, bizni avlodlarimiz va bizdan keyingi avlodlarimiz. Bu ham o'sha hozir dasturni boshida aytganimizdek qo'shiqni umrini poyondorligidan darak beradi. Bu kishiga biz shogird bo'lganimizdan juda ham baxtiyormiz. Birinchidan qolaversa bunaqa buyuk san'atkorlar, mana Xayrilla akam juda to'g'ri aytdilar. Betakror san'atkor edilar. O'zlariga xos bir maktab yaratib ketdilar. Hech nimaga o'xshamaydigan. Garchi Faxriddin akani maktabini davom ettirgan bo'lsalar ham, lekin o'zlariga xos bir yo'l yaratdilar va o'zlaridan juda ko'p asarlar qoldirdilar, o'lmas asarlar. Ko'p san'atkorlar bo'lishadi, lekin o'tgandan keyin darrov unutiladi. O'zidan hech nima qolmaydi, lekin ustozdan juda bitta emas, ikkita emas, o'nlab asarlar qoldi. Yuzlab. Hozirgacha mana shu iste'moldan tushmayapti-da, mana to'y hasham bo'ladi, boshqa konsertlar bo'ladi. Albatta ijro etiladi. Bu nimadan darak? Bu ustozimizni buyuk san'atkor bo'lganliklaridan darak. Shuning uchun biz ham baholi qudrat qo'limizdan kelgancha bu kishini asarlarini etishga harakat qilganmiz. O'zlari hayot davrlarida ham, ulardan keyin ham albatta darrov borib eshittirib, munosabatlarni bilardik, kamko'slarni etib turardilar. Ayniqsa shu usulga juda mukammal edilar o'zlari ham va bizdan ham zo'r doira. O'zlari doira chalganlar uchun usulga juda e'tibor qattim bo'lardi va bizdan ham xuddi shu narsani talab qilardilar. O'zlarini ijodlaridan tashqari yana ko'p, yana katta o'zbek san'atiga qilgan xizmatlari bor. Unutila yozgan zo'r asarlarga qaytadan murojaat qilib, jon ato qilib, shuni xalqimizga taqdim qilardilar. Bulardan masalan Kuygay. Shu Yunus aka davrlarida ijro etilib, keyin unutila yozganda ustoz aytdilar, yana boshqatdan jon kirib, hamma joyda aytiladigan bo'lib ketdi. So'zingni shar pasitgan dağlam bağ küygey dengizlerde yağlar hatta ki kullerde yorak bağ küygey kullerde yorak bağ küygey Sochlarimga qo'nayotir oq hamon seni qo'msaydi dilim Sochlarimga qo'nayotir oq hamon seni qo'msaydi dilim Bag'rim o'rtar o'tlidir so'roq Qaylardasan, qaydasan gulum Bag'rim o'rtar o'tli bir so'roq Qaylardasan, qaydasan gulum
bahar bağların Uylarımda visal çağların Tanha kezbim bahar bağların Uylarımda visal çağların Men baxtimni senga bağladım Haylardasan, qaydasan gülüm Men baxtimni senga bağladım Haylardasan, qaydasan gülüm Keler yolun şuncha yiroqmi Iqbolimda bir ifroqmi Keler yolun şuncha yiroqmi Iqbolimda bir ifroqmi Dilim giryon tilim so'roqmi Haylardasan, qaydasan gülüm Dilim giryon tilim so'roqmi Haylardasan, qaydasan gülüm Işlatmading menga qo'lingni yo aytmading ko'ngilingni o'tarman poylab yo'lingni qaylardasan qaydasan gulum sochlarimga qo'nayotir Hamon seni qo'msaydi dilim Bag'rim o'rtar o'tlidir so'roq Qaylardasan, qaydasan gulum Bag'rim o'rtar o'tlidir so'roq Qaylardasan, qaydasan gulum Qaylardasan, qaydasan gulum Haylardasan, qaydasan gülüm